Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun Samarqand mashina bozoriga keldik. Bu dehqonlar Lacetti Gentra Cobalt-larda qatoriga mana shunisidan boshlasak. Assalomu alaykum. Sizdan aka mashina? Oson bo'ladimi videoga? Yili nechi uni? 11. Lacetti 11, 2011-yil ekan. Oq rangda. Kraska aka bormi? Bor. 10-15%. Balonlar yangigina. Balonlar yaxshi, metan gaz, xo'sh. Mexanik korobka. Mexanik korobka salonlari zo'r ekan. Aka qancha yurgan bu? 260. 260. Mana salon holati. Bagajni ko'ramiz. Metanchada bu nechtalik? 90 talik. Mana bu zapaska yangi ekan, zapaskalari ham. O, yopilishlari ham zo'r, o'rnatilgan sistemalarni ham chiroyli qilib qo'ygan ekan, lekin rosa terilgan ekan. Mana bu shuncha svejiy ekan, lekin olaman deganlarga. Mana metan, dag'i, gidravlika 1.8. Aka qancha deyapsiz? 5000 kami bor. 5000 kami bor. Bo'lishini ayting, qilib qo'ymanda YouTube'ga. 4800. Ya'ni kelsa bularmi aka? Yo'q, bo'lgani shu. Bo'lishimi? Nomerni ayting. 99 lik 144 144 97 51. Mayli aka, rahmat. Endi davom etamiz yana. Xo'sh. Mana qo'yamiz bu Gentrani. Assalomu alaykum. Oson bo'ladimi aka? Voy, zo'rda, nezo tag'illik. Assalomu alaykum. Nechinchi yil aka bu? 14. 14 Gentra. Sak. Avtomat korobka ekan. Mashina. Bismillah. O, mana Gentra metanchada. Ush konditsioner, gidravlika. Aka, kraskasi bormi? Kraskasi. Orqa kriloda. Salon avtomat korobka. Bas, chiroyli terilgan, tablori ham chiroyli qilingan ekan. Tuning qilingan o'xshaydi. Aka, nech pul deyapsiz buni? 6,5 Bo'lishi. kelishtiramiz. Nech pul? 5800. Yo'q, 6dan yuqori. 6dan yuqori. Nomerni ayting. 93lik 93lik 047 047 78 78 01. 01. Mana akalar, balonlari o'rta holatda ekan, mashina lekin yaxshi statsionarda. Ko'ramiz. Bo'lishdi. Assalomu alaykum. Aka, sizdanmi bu mashina? Sizdanmi? Nechinchi yil aka bu? 2010. 2010 Lacetti akalar, metanchada. Xo'sh. Kraska bormi aka bunda? Mana shu yerga borsa. Kapot mana shu yerga bor. Chap tarafdan. Balonlari ham o'rta holatda ekan. Yaxshi balonlar. Avtomat korobka. Chexol bor, salon yaxshi. Ko'ramiz. Chexol polik qilingan, lyukchalari bor ekan, buni lyuki bor ekan bu lastikni. Aka, buni yurgani qancha? 2 yurgan. 2 kuruk 200 ming deyapti. Bo'lishi qancha deyapsiz? Bo'lish axir 5,5 ming beradi. 5,5 undan tushmaysiz. Yo'q, undan tushmaydi. Ha, nomerni aytingchi aka. 90lik 90lik 100 100 83 82. 83 82. Telefon nomeri ham chiroyli ekan aka. Xo'sh, buni nomeri ham 609 chada. Metan bu 120 talikmi? Xo'sh, ko'ramiz. Zapas baloni yangi ekan, ishlatilmagan o'zi. Endi bu tarafga qarab o'tamiz. Aka, rahmat. Akalar, obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmaymiz. Mana shunaqa kunlarda, mana bu o'yinlarda yuribdi sizlar uchun harakatda.
Mana bu lasettamiz. Bitta Cobalt, mana shu Cobalt. Shuni olamizmi? Voy, ancha loy ekanda bu rosa ham o'ray. Aka bu sizdanmi aka? Mana shu metanda ekan. Rangi telefon rangi. Nima deydi buni? Nechga qo'l? Aka buni yili nechi? 13 13-yil ekan. Salonda olsam bo'ladimi aka? Assalomu alaykum. Mexanik korobka, salon chexol bor. Polik qilingan. Chexol poliklari o'rtaga mana bitta mashina. Yo'q, bu ham yangi ekan. Prosta shunaqa jim bo'lgan ekan. Mana qarasasi. Hozir ishlagan. 5. Qancha yurgan bu aka? 3.5. 3,5 kruk? 5,5 bo'lishmi? Yo'q, tushasiz mana kelishlardan necha bo'ladi? 300. Undan tushmaysiz mashina. Tomondan. Nomer ayting aka. 90. Mana akalar balonlari ham yaxshi holatda ekan. 93lik. 93lik 834. 834 1875. 1875. Kraska bormi aka bu joyda? Oldi kiraladi. Bu chat tarafa. Ichiga o'tma faqat. Nima algisi bor bu? Motorli hadovoy, moy alishtirish. Joyidami? Javob beramiz. Bo'ldi. Ishlar motorlarga javob beryapti. Mana shu mashinacha Cobaltcha haqqasi ta'mirotga qilingan, oldida ta'mirotga yo'q ekan. Endi yana qayerga boramiz akalar? Mana shu Gentrani olib ko'ramizmi aka? Borib. O'sha Nexia 3 ta olamizmi? Qayerga o'tamiz, qayerga boramiz? Akalar, like bilan obunani bosib qo'yinglar. Bugun havo yaxshi lekin bulutchi. Bulutli lekin yaxshi havo bo'lyapti. Qani ko'raylikchi. Sen yaxshimi? Mashina sizdanmi? Bu nechinchi yil bu? 2020? 22. Qancha yurgan bu? Gentracha. Bir krokdan oshgan, ha? Avtomat korobka ekan. Salon chexol polik qilingan. Hozir ko'ramiz motorlarini. Bu motorlar ham mashin. Bu benzindami? Ha, metan ekan. Mashin metanda ekan. Kraskasi bormi bunga? Kraska yo'qmi, tozami? Sizdanmi aka mashin? Yo'q. Siz ham ko'ryapsiz. 2022 dedingizmi? Bo'lish qancha buni? Nech pul deyapsiz? 12 ming. Bu kattaroq odam yo'qmi? Kim qarayapti aka? Hay, yana kelishlarda nomerni ayting. 99lik 071 79 45. Balonlar ham yaxshi ekan. Yaxshi salon. Mana orqalarini ham ko'raylik chiqani. Chexol poliklar lekin zo'r saslanadi ekan. Monitorchilar qo'yilgan ekan. Loyga botib qoldik-ku. Hozir. Hozir arkasini ham ko'raylik. Ana u 120 talikmi ekan? Yaxshi. Shumka qilingan buni. Ha? 22 deyapti. 12 ming deyapti. Bu jiyan qarayapti. Hozir kattasi yo'q ekan. Eshikni paylik ochilib qolibdi. Buni biron joyda ayb yo'qmi? Motor, hadovoy yo'ligida yo'q-a? O'zadiki dehqon. Mana haqiqiy dehqon mana. Ha, o'tkingiz. Qaysi? Bumi? Bu ham sizlardanmi? Buni yili nechi? 2020. Bu mexanik korobka ekan. Bu qancha yurgan? Hozir ko'ramiz-da. Qani 178 ming, 179. 179 ming, 1 krok, 2 krokka yaqinlashib qolibdi-da. Saloncha zo'r ekan, chexol bor. Polik qo'yilgan. Hozir buni nima ishi bor? Motor, kraska bo'lganmi bu? Bu ham bo'lmaganmi? Qayeri? Orqadami?
ha? Ay, bu hech narsa emas. Balonlar o'rta holat ekan. Yangi emas ekan, balon alishtirib olsa ham bo'lar agar oladigan odam. Xo'sh, buni ochamiz. Bu ham metan ekan, ha? Metanchada. Bu nech pul? 6 ming. Kelishiladigan joy bormi? Kelishiladigan joy bormi yana? 6700. Ha, 6700. Ha. Telefon kelishasizlar. Nomer bo'yak, ha? Ikkalasi bitta nomer. Boshqatdan bitta qaytaravering yana. Nomer 99lik 071 071 79 45. 79 45 mana. Ye, kattaroq odam nomeri yo'qmi? Ha, necha shuni ayting-da. 93lik 994 994 22 92. 22 92. Bo'ldi. Baqa endi yana qayerga o'tamiz? Nexia'ga o'tamizmi? Nexia ham olamiz birlikda. Ha, Nexia'ga ham o'tib ko'raylikchi. Nexia'ni qayerdan boshlaymiz? Xo'sh, mana shundan boshlasak-mi, to'g'ridagidan. Bundan boshlaymiz. Bo'laylik chiqadi. Assalomu alaykum. Aka, mashina sizdanmi? Buni yili necha? 2010 ekan. 2010. Nexia 2 metan gazda. Aka, buni kraskasi bormi bu joyda? Kapotda petnolar bor, ha? Burun ayib bor, motor hadovoyda. Motor, hadovoy, korotka hammasi bitta balon yani. Bitta yangi balon. Nech pul deyapsiz buni aka? 3,5 million. 3,5? Nech pul bo'lishi nech pul deysiz? Bo'lishi taqalgani. 3300 mi? 3000 bo'lmaydimi aka? 3000 degan. 3100. 3200. 3200 150. Endi Ha, 3200 bo'lsa ko'ramiz hozir. Salon. O, svitchalar qo'ygan ekan, chixol poli qilingan. So'rsin barchalar, Nexia'mizning bari yurgani hozir 313 ming yurgani. 313 ming yurgan ekan. Mashina lekin yaxshi istonda. Aka, nomer aytasizmi? 91lik 91lik 555 555 66 90. 66 90. Aka, rahmat. Nexia birlardan ham olamizmi? Bunday Gentra lastik Cobalt deganda bitta bundan Nexia 2 Nexia 3 oldik. Ko'ramiz. Taylik chiqanlarga. Nima gap, nima so'z ekan bugun? Bozor lekin bugun katta Sanjobga o'xshaydi. Havo yomg'ir yoqqani uchunmi, katta Sanjob mashina ko'p, oladigan odam kam bozorda. Lekin yaxshi mashinalar chiqqan. Bu taraf Nexia ekan, yana Nexia tarafga o'tib ketyapman-da, adashib. Mana shu tarafga borsammi ekan. Ketaveraylik chiqqani. Yana bitta olamiz, shu bilan to'xtatamiz. Bu tarafga o'tib olay, lastilar qatoriga. Qaysi mana ish? Qizil Cobalt olamiz. Sanga yo'q. Qimmat u. Mana bitta Lasetti olamiz. Mashina olaylik. Assalomu alaykum. Mashina sizdanmi aka? Yo'q. Kimdan bu mashina? Egasi yo'qmi? Sizdanmi aka? Assalomu alaykum. Necha yili buni? 14. Ko'rsak bo'ladimi? Ha? Ochmagan edi maqlov. Nimaga? Sangiga. Ay, hech narsa. Buni o'zi qayerda ochiladi? 14 deyapti. Puluchi? 6000. 6000? Voy, buni ocholmadim men. Qancha deyapsiz? 6000. 6000? 14 yili. Mexanik korobkada ekan. Salon chixol polit qilingan. Kalti ham o'zida ekan. Aka, bu qancha yurgan? 300 ming?
Monitorcha qo'ygan ekan. Balonlari yangi. Bo'lmasa gaplashamiz. Mayli, haqida. Pul ishini qancha deyapsiz aka buni? 5600. 5600. Kraskasi bormi aka bunun joyda? Bor, yo'q, bor. Kraskalar bor ekan. Sharnis paroklarda bor deyapti. Oldin ocholmadim, bilmayman nimaga. Bunikini. Ochadigan joyi yo'q. Monitorcha qo'yilgan ekan, maylicha. Monitorlari bor ekan. Shunisi yaxshiganlik o'rgatasiz, o'rtacha ekanda. Narxiga menimcha qimmatli qiladi. Aynan. Aka nomer aytasizmi? Aka bu nomer aytasizmi? 99 771 41 42. Aka rahmat. Shubahlarga o'tamiz. Buguncha bo'ldi. Like va obuna bo'lishni unutmaymiz akalar. Mana shunaqa kunlarda sizlar uchun harakatdamiz. Sizlardan bitta iltimos, faqat like va podpiska. Shu bilan biz mehnatimizni qo'llab-quvvatlaysiz.